Assalomu alaykum. Qadra qahvalon yaxshimi? Eshikmi? Oylinkilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rib boqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Pahu. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz ya, bir ko'tirib chiqib qo'yamdi. Bu qani, o'tiring. Vah. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazva deysiz? Chimangal. Bir china so'q suv akirana qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Aralda yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomidla e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang. Ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasini o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib berdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qiganini ko'rsam, shuni o'z kifoya. Qizil yüzlüm yarim Avat bilene jug'a Voy, bu yerlar nimandaq tutuq? Qani. Ko'zning kattiqdan bu ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning haliga baxmay aynak taqib olgan odamnikin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar ho'ylarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "O gandini tatib olinglar" desangiz, voy, nech pul bersa, u texi men nima ko'ryapti deb qopiladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamdan siyos tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaveramiz-da. O chog'da qalamga siyos chizma desangiz,
Kallığı kelgan gap qiych ketdi. Bu yiliqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük to'g'risin bir narsa yozaymi deyman. Agar yezibli qolsam, cho'qim sizga ip kelma. Nima? Endi mush tükürük to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Voy, nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Agar yozdigan bo'lsak-chu, mushu dehqonlarni ketman chapqanda-chu, qarang, qo'liga tükürib turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepen chang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdi, qarang. Sozandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Ha, bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'nglar beshimizga tükürib saqayib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar his qilsam, siz cho'qib akilma. Hey. Bu yil xotanda paxtning bahsi bir xil tushib ketdi, angladingizmi? Siz ham xotingizni bilib emaysiz? Bu odamning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun normaga yaqindak. Shimol qutbidagi ba'zi mamlakatlarda konki vog'lab ish qilib deydi-ku. Bunda aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushunarli bo'lmaydigan heliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidikilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idak bo'lib qolsa, o'zingizning nomingizla e'lon qilavering. Matbuot yuzida ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomimda e'lon qilay. Taqtuqqa qilmagandimmi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti, qarang. 6-oyda qayoqqa qaramabsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Osman, at degan nima adingiz-ku? Voy, nimada ansiz xotinay buni? Voy, Samatjonning dukuni ko'rib, balla bilan birdan-birin deb o'tirmiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdim, danga. Xotin haqga aksini aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yig'da bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamsa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'ilib ketamsan-ka? Ish menga sarang. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Men qanaqa? $500. Geçtim. Keçdim. Ben mi geçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çö. 500'ünü aldım. $500. Geçtim. On manımı aldım. Geçtim. Çekindim. Jigirimi köydüm.
Bani görüp bak. Üçte. Sen emasmi? Qadıraq. Ağaylar. Yani oynamızlar ya oldu mu? Ha? Ha, bo'ldi qilaylik. Qamsa men qaysa. Et ko'rishlar. Maqma. O'ltirsan-ku, maqmamsa? Mandınlama. Qasım Şopur'a Ahmet tazı geldi de şu an esma. Qasım Şopur'a Ahmet geldi de esma. Qasımka, bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bunda çota potur vardı. Sizlarga cho'to bermay qutlanmayman. Buni asosini sen qo'y. Bu sening. Bu sana chiq chiqib bordi, ha? Nima qilamsa? Ağinlar. Ezma ishdimi? Qo'sha. Osman adaş. Ala buni. Davomliq ishimiz. Mana ikki qiziq gap bilan ish mavzuni. G'azi adaş, qiziq gap deganni men Anvar ishkinglardan anglaymiz. Qanday dedim afsona? Ey tangal, eli bakasini araqchilab mayqil yetimizmi? Onda ikki qiz afsona loyib ketadigan, onda yumshoq tangal yo'q. Bu şahsen keldi. Men sizlarga bir yomir aytib beray. Bir kuni podshoning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idek bo'lsa, saroyning 4 dimg'aliq soat isig'liq to'g'idek. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani olamdagi har bir er kishiga qarta esilgan soatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa, shuning soati tiz aylindi debdi. Ya bu yomurmi, hikoyami? Shuning bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amsi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdi-kan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Pega qalam. Ha yenkam. Ey balla, o'tgan duogo bir to'yda bir cho'ka bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig-lig-lig-lig'lab turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kani tushirib chiqib diman. Kechichi tushum buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sha. Xo'sha. Hey. Ma bir men buga ishni uqdinglarmi? Men buga vaqani aldinglarmi? Nima ishni? Sanatni aldingmi? Yo'q. Bir mas, bir stol bu usvilib, uglib ketdimi? Xuddi dangaldek chechilib ketibdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb sanani. Qo'sha. Hozir chet elda bor-ku. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, seni beshaq tayyorgandiki burtoni budir qilib chatalik qilyapsan. Gel. Bana adamın peşini mi geldi? Ya seni. Bir şey söyleyeceğim. Assalomu alaykum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Turcu. Taza
Beyzi kılıçsa da, ha? keling Qani keling, birga o'tiraylik. Qani. Teshma, ağalanlı yaxşı. Muşu, nasıl oldu kendimini vağı, üzdümüge yerim kalmadı. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ish chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'anda qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Uning ustiga nasval chekadiganlar ozlab ketgachga, yasaydiganlarning tayini yo'q. Manga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, umi kelmaydigan bo'lib ketdi. Man qarang, biror romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Qo'sha. Xo'sha. Bale. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrek joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'ydik. Mau bir botul qaraqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tanishchayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmig'a yetarlikdi. Bo'pti. Bo'mo sizni ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Shu. Bayotinqi sizning hurmatingiz. Endi mau sizning naq navbatingiz. Qani, buni bir ichib qo'ying, ha? Yeling. Yeling. Bale. Qani, qo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanishib qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, aytma. Aytering, naqshvasi olmaymiz jimi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cinim pida bulsun ey sana Cinim ey pida Cinim pida bulsun eyvah ay sana Cinidin keşken ey satayınlar ey aşina Qo'sha. Aşina bulsun ey sana ey Yasin'in ade derdin vay aman. Rahmet bu alamet peyziniz varken bu eline eşittin ha. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben mındaqlı etib qo'ydim. Tazı tegish qiladigan bo'lsam, men degan naqshlarni qatlab qo'yaman. Hozirgi ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmem-da. Qandaq dedi? Ağinlar.
Mao dükkanını işidin takap koyup, aram xuda bir otlanmaylı mı? He? Takat. Sakı. Men edep çıkıp kire. Edep. Ha, babda çıkıp kire. Edep gerek yok. Asırak. Avayla. Üzem çıkma. Üzem çıkma. Oltre. Men edep. Ha, siz gideyim de çıkıverin. Gerek yok. Gel içim al de gel. Kasabet nakşini hali yaman emas eydidiken, ha? Lekin, kaçtı, ha? Endi kim? Ne kaçıdı? Rabbiye Allah size. Bugün acı istiyorsun kalma. Rabbiye bu boyunu ismeyle değme yanlış kalma. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde maxsus xotun yo'qlarga xotun, eri yo'qlarga er bo'p berdigan bir kesip ro'naq tetidek. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramish. Mushkin duago, hamma narsa tatir ag'enilar. Ilgari saqal burut deganda, mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. Ha, to'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlarga kuchib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rost aytsa. Qaranglar, chet elda bir galostuk chiqibdi dek. Uni taqab yotgan odam faqatli xo'raklatmaymiz. Voy qo'poy! Tapib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar höppidi samirib ketib, boylar chippidi o'rg'lab ketibdimish. Hey, mush hozir chet elda bor. Voy baldalar, chatal qo'ya, chatalarni. Ağineler. Bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağinimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ağası yo'liq qoldim kitan. Ey ag'inilar. U zodi masmu yoki saqmu? Ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush dukkan qilib askirib tikava. Ha qachon ma aroqni ichishdan qo'rqib tikevatganda. Ya. O kayıpçilik bir yak yıkılıp kalgan gap. Onun oturuqida kaçıdığan dek emas. Ey, ag'inilar. Soatmi bir yerga berib qopdi. Ne çöptü? Aroq beshimga chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Ketdik. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tardik. Qaytdik. Ya, maqsudlar kuch. Samet Dügülek. Samet Çakır'a. Dükkanını takap mağmamız bizimle. Ag'inilar, sizlar avval mang'ashtiringlar. Men ma dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Diglek. Astra. Mana. Ma'qul, xo'sh. Hozir yetibman. Mağdak.
ish qilgan narsa niye etmas? Acayip bir tarakıştı paydap kettin ha, motoruna saqchi. qisqa o'tira. Qisib o'tirg'achqa jim o'tirayotgan-ku. Menda qisamaydiganlar bor-ku. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, mana oyog'i berib o'lta. Seni uydan keldimi? Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolalarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qitim kirishim. Men ko'zimni ochsam, soqchi motorsida o'tirman.
kechasi bo'lib chiqsa quloq meni yeyapti ketayotgan qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi. Qaysinglar oldinglar? Tova. Tuhmatni. Voy biz qaysi xaridorning pulini yeyapti qo'y? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan gap turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi pulni, ha? Odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib haraq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xiyol eg'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi? shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kecha-kecha meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. nima ish qildi? Biz Qanday degan gap bu? O'zimizning boshaqlarimiz Hey, sen nima qildiq odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Chopur. Uncha ular ko'p pulni nerdan olding? Nemish qiyiningga sap yuriysan? U pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qopti ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmoqchisan-da, ha? yo'q. Mening herkes undaq niyetim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana hep qilsasi ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb sen nemish qilib yana kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan maq. Mana. Ya Allah. Bu qora to'klardan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketdim. Zodi to'nimagan odam deganni so'rig'i hargiz topmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? Ular degan o'g'rining bizni saqchiga so'rdirdi. Uning do'koniga tushib qilsak Shu emasmi? Ey, agar u seni do'koniga o'g'irlik qilmagan bo'lsa, biz bu qora to'kmatni qanday qutlatdik? Shu emasmi? Yelim amon esam qilib chiqdik. Xudoga Oylab sizlanlar, çağlab oynanlar. Oylab sizlanlar, çağlab oynanlar. Oylab sizlanlar, çağlab oynanlar. Oylab sizlanlar, çağlab oynanlar.
Çağlap oynanglar. Oylap sözlanglar. Çağlap oynanglar. Oylap sözlanglar. Çağlap oynanglar. Oylap sözlanglar. Çağlap oynanglar. Ya Dugulak. Qanday qo'y? Ha, Osman. Ben marab tuğuş öyle kılsamamdı. Ha, bo'ldi. Men mayoq o'tib ketayotgansin. Adas, mana o'tirdi. Ha, bo'ldi. Voy, mana o'tirmas. Qaytay. Ha? Voy, mana o'tirmas. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagandu. Nima izlaydi? Seni izdima? Yo'q, endi deyman ha. Anvar g'ozilar teshibdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mirdoq deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unda qilma. Qo'yver. Nima qilganimiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishqa bundoq qilasiz? Bu bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Unda saranglik qilma, Qasim. Saranglik qilma. Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pullarimni tepma. Pulning dadini sarang bo'lsiz. Qayb qilsin sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning dadini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Ise. Qachonli qarsak taqaq turdi uning dukkina. Chiqqay bo'ldi. So'zsiz yo'qolib ketdi-ku. Jira Osmon izlab baqili.
Assalomu alaykum adash. Qada olinma yaxshimi? Bormisan? Nega modam? Shu nagmangatim sizlarni izlab maqdim. Keloldi tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamdi. Suyak hozir berib keldik. Dukkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga chiqatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-va. Shuni deyman bu. Ey, bu yerda talishib turguncha ma'lisi Ay, ko'rib yurma. taqmaylaman. Jiringlar shunda qilaylik. Bu birat peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Hey, u degan so'roq chopsaq qocha. Nima deb ko'rsataymi? Buni sana. Beshig'ni yedigan juvoy demak, tozim uribdi-da sizni. Oram qutuldim degan o sarangdan. Elim Xudoyim saqlabdi. Og'riyotamda. O chekam. Sizning o sarangga esi surib qosdingiz omamdi. Nimdab esi surgansiz o sarangga? Uning saraligi men dedim bilma. Ko'p kunimiz odam urganda qaraganda qip qizil sarangga o'xshaydi u. Yomonchiq urvatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga gapiraymi? Ya bo'ldi birdam oramay olay. Jiringa bo'lmasa oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy ben. Beshim. So'nkini og'ir olib beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q, Sancho. Sabr bera. Ammo qo'l. Va so'nkini ola. Sho'ldi. Bundoq olib berdim.
Oy. Voy nim bo'ldingiz? Nim bo'ldi Osmon? Keling o'tiring. Sizning kesalingiz odatdagi kasal emas, Osmon. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Nasabdan tursam, neronda qanday chatoq chiqdi meni. Qarang, bekadimika qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan keyin neronda azar chatoq chiqqan o'xshaydi meni. o'xshaydi. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Ya, jo'nima. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Keling. Kesal ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osmon, Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nimani so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kesal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Voy, avval nada ishlaydiganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men andaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmayman. Uy, Sara. Nima? Men Burası sarangmi? Sarang, rost sarang. Hey, yaqqimisam, teximini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq dugi salatdim. Sizim doktorga ko'rinib borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdil yenib kelsangiz o'manda, ha? Sizim tasin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? U mening narim sarangki.
Uyma adatki saq adamlarni mi saq tursan? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarg'an olmamdi. Bu dünyada rastçıl insan buluş bekleyin. Haklı sözler aklı kara demeydiğen. Nereye yazıp gelgendim o oynatmay neyre. Hem cayda daim dostunu oylaydıgan. Nereye yazıp gelgendim o oynatmay neyre. Hem cayda daim dostunu oylaydıgan. Düşen insan dertke muhtaç emas. Ama durmuş kısmetin arar kaçar. Düşen insan dertke muhtaç emas. Ama durmuş kısmetin arar kaçar. Mense gözlerini istektem alsam o yere. Tusar lekin aldığını derya tağdama. Mense gözlerini istektem alsam o yere. Tusar lekin aldığını derya tağdama. Tuzar yaşlık gider, gider hemmesi. Halar fakat kıldı yangan arzu armanlar. Bozumu köp bu hayatta külgedin yığa. Pak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Bozumu köp bu hayatta külgedin yığa. Pak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Pak sakla vicdanını düşmesin dağlar. Aldığını bir gün yememse ayollarının rızkını yememay. Oturup tokudaki daha çok yedik. Ve sen bu kanı tokuku. Aslında burcun var ya sen nerede gelse. Qaranglar, sarang nima chiqib yurdi bu yerda? Kasım kendimiz kılatsa. Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'rq. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen de qiziq ekansan. Hey, pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkazib akatlasang bo'pti-ku. Bana bana juda. Qaranglar uni aptika. Sarangni ishqi bo'rgandan keyin sen sarang. Qaranglar, uni derishga o'xshab qolg'inni. Asli nahayat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi.
Hey! O benim başınam! Ne kapırsa? Nima ishing uzatdi? Siz men tanımaysiz. Ama ben sizni, erimizni tanıyman. Erimiz şu tapda o darya boyda bir kız bilan oppoq chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Ben o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, chiqmas. Kishi deganga u ishongili bo'lmaydi. Aras, ben o maşını ekegendim. İşenmisiniz, ben sizni apuray. Bu erkak yengici zaten ishongili bo'lmaydi. Ha, bir o'zimni bir ko'z tutib qo'ymasa, Ularning hammasini saqchib chiqib beraylik. shunda qilaylik. Olsam degan bu saroyimizni oldimayotganda, har holda ehtiyot qilaylik. Unda ham qamaqoldi. Kopana? Kopana? Pilla oynaymiz, ha? Buna bizim oynayalım, buna. Kopana, kopana. Hey! Ya qaranglar, o sarang Rasulullah öpkis akaga o'xshamanda. O sen degandek sarang emaskan Juma. Mana keldi. Hey! Pivla öpkisini akaga bo'lsang, bek akilib o'ta. Bo'la. Bo'la. Mana ma Yusuf. Mana ma öpke. Mana ma piva. Voy, pish. Oyna! 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 Acem yaxshi bo'ldi. Acem yaxshi bo'ldi. Oyna! La. Kim bo'lding? Naqmuk shu. Hey, nimdab mashinamni deb qaytsa? Hey, sen buni tanımsan, tanımamsan? Yo'q. Bu degan saram. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qiratmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim saran ki? O'zing saran. Kızıvadı da. Kızı endi çıktı. Qaranglar qizib qashayib qoldi. Buna nemisini ko'rsataylar. Ya bir-birini vaqtdan ko'tarib basamisa bu. Vay adaş. Qaranglar, biroz hujum o'tdi. O'yin endi qiziydi deyman.
Ha. Ona soqaştırışni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, "Qancha chiqadi? Qasab bo'lmadi" deyman. Ha? Samatni yo'qab ketdi. Osmonmi qarisi ko'rsatmasa, eng yaxshisi mush xora so'qishtirishni ko'raylik. Aroq ichib, yana o'tgandek sochga kirib qolmaylik deyman. Ha, qo'ya qo'rq gapiringni. Bizning yoq odikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Ha? Biz bilan birga aroq ichgan xaridor sog'ib ketib demiş. O'ylab baqa, shundaki Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni qilich ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabga adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Bolda qilgina adash. Hey, sen mi bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang sarang bo'lib ketsa, pul degan ashnab mehr yomon narsa va. Jira bo'ldi. Qo'rq gapni qo'yib bir yantib o'ldiraylikcha. Mana. Ha? Hocam. Bu ne bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilib bergan yiliq sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Oy. Ma bir piyal soğuk çayını içseniz yaxshi bo'lib qolasiz. Soğuk çay içmeyme xotin. Soğuk çay degan soğuk suv yetmeydi. Oy. Soğuk suyun ziyonliq davassa, yana soğuk suv içemsiz. İçin amani. İçmeyme. Tazım bir saranda kep qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Adam soğuk çay zo'lga uzan sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Oy, yenib kirgida men qo'rqima. Hey! Ha, qanday, ha? Ay! Çıktı. 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 Oya! Yavaş ol. Hey! Men degan Çıktı. men degan sarang. Yarayma. Ben Cüret. Dakt kutusunda ciddi bir iş çıkıp kaldı. Siz gidersen. Ha şu. Makul. Kim yeter? Ha. Şuraya. Gidin lan ha. Yer gidin lan. Yolu boş lan ha. Otur. Ha sen nereye gidin lan? Yolu boş lan ha. Yolu boş lan. Ha yolu boş lan. Vay. Ma resimni alametsiz zaptı. Hey, bu resim kimsizdi? Hey. Sen nima adamsan? Men sarang. Gönlüme. Hey, men aslı sarang. İşenimsanchu, xotimni so'rab baq. Doktorum shunda dedi. Hey, mening yo'limda chatoq chiqquncha xiyol bo'lib qoldi. Xotinimning ufqida buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi-ku. Hey! Ya men seni tonib qoldim. Sen sarang sot yo'q degan-ku. Bunu qanday qilsam bo'la? Hey, bu yoqqa.
Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan eliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunla sana kengchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rag'im bo'g'im yo'q qarang. O'sha Mirvondan sal chatoq chiqib qolganda qildi qarang. Yine sarangning qo'rqinchli chiroyi ko'z oldimga o'tkaz, sarangda yo'q qolmanlar qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil, ha? Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Tugulak ikisi yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Bag'ar dostum yaxshidingmi? Bormi sen adashim? Voy sen ne ketdin? Agana qo'lingni. Bormi sen? Ha, yaxshisan. Salomat bo'lding mag'ina. Anglasam seni saqchiq kirib qopti deydi rasman. Ha, gap qilma adash desam gapakchi. Samatchan qani. O dukkan ichyotidi. Sen ko'rmidingmi? Va uni dukkan nega qo'yib qo'ydi? Men faqat topolmadim-ku. Adash, bu sen bilan biz jam bo'ladigan u do'kon yo'q. Ha? Jira. Biz seni boshqa parayla. Jira. Samet Tugulakning dukkani mana musha. Oho, Alloh Men kirmaychi bu. Voy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Baba, dukkanlaringni alomat katta qilib olsa-jimi? Bu shinchilik qilib qo'ydim. Mana o'zing shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'l silib olay, ha? Oho, alomat o'tkitdimi buni ichi? Yuringlar. Uning qo'li bo'shamag'idek. Bu yerda yarim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lishga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bo'sh emasga jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik. Hozircha uni dukkanni o'zdirib ketdi desak, mijozim o'zdirib ketibdi. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bu buyma azroqni pul tepib, odam to'lmasa qopdi. Hey, topqinini o'dinaq yutib aktalamdi. Haldigina. Amni bir yomon xotini qo'li qolidi o'sha. Ey, bal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Ha qancha o'simi? Samatcha sarang emas-ku. Ey, mush bir ondan og'inimizning bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda ayb umi satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar birinchi o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Qanig'ich bir ishchaylik. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdan o'ltiraylik. Nim qilyapsiz? Voy, nim qilyapsiz davatni men. Voy, xudoyim, o'yning ichini qilyaptgan nim qilg'imdi bu. Xudoyim.
qilgan ishini yana saralg'i tutibdim nima buniki? So'pkamniki. Ha? Aka so'pkamni. Mana. Kim qilib etdingmi? Ey, meni aqar so'pkam pullani. Men mayur qalanning arasida tiqib olgandim. Sen elib olsa. Keşke pul ne deydi ekansiz? Pulning dardida nervingizni atishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni deb be. Hey! Boğulsun seni, boğup koymam. To'xta. Pullarni deb be. Pullarni deb be deyman. Boğulsun seni, boğup koymam. Pullarni qara. Voy Sara! O bekçik bu denesme. Bo'ldi qilib. Endi har qancha qisingizmi o'rniq kelmaydi. Shu haraq degan nejisni ichmagan bo'lsangiz, mush ish yo'q. Sen rasli o pullarni olmadingmi? Saralığınız tutdimi? Qora oqarmas, sarang saqaymas degan. Rost gapganda. Sen yani beni sarağında atsan qo'y! To'xta! Sarağımı bir koy! İlhamım eşip kemeden İlhamım rasıl çatak çıkın değil mi?
Voy. Voy Sametmisan? Voy. Voy qanday qo'y jinim ag'inam avalim. Qanday ahvoling? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, Bo'lmasa, ahvoling yaxshimi? ko'rinmaysan bu, Salomatchilik ha? yaxshimi? Voy tishmadosh. Tishlar, Voy tishlar. qaysi shamonlar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'ni ilqdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim aday salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? yaxshi. Ko'chda o'tirib qaramasak. Qara. Voy mehmon keldi. Ha mana. Jinodash uy kiraylik. Oy, Ah, tezxmi. qanday ahvolingiz? Obdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla uy ichi tezlikda. Teshliq. Choy iching. Men mo sizlarni yo yo'qlab kelanmidim, ha? Choy eling. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ichga o'tiringlar. Ha, aday, ahvoling yaxshimi? Teshliq. Osman. Sizlar dukkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgansa, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'shig'imizda nima gap bor deysa, aday. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gaptimiding? Shu chog'da u somkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi, demoqchi-sizlar? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadim juma. To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chog'da u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Qarasam, uning so'mkisi sening putingning yenidil qilib qopti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q juma. U chog'da so'mkining ichida nima borligini sen bilmayding, men bilmaydim. Shunaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysan? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu pompiyo turgan so'mkining ichida nim bordo deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi bor, qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. O'tdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftan ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demansan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan u o'ylanmay yurgan bir boytaqning ishi degina. Bir qatam bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etgili tosliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak. Biz xeyli uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqilgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli ish mundaq ekan-da. Mana, ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Ey, keyin qanday qilding? Iliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning puli bitti. Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan. Ey,
Bu sırrını menden başka sen bilsen. Başka adamga demigensen. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayotiman senden. Men bu adamı gerçekten bilmeydiğin adam emas Osman. Elik pullarını hazırca dükkanımı desmi kıp durdum. Paydası olsa den göremiz. Hazırca az bolsun o ma o 5000 son pulunu sen turmuşunga işletip durgun. Ola. Yo'q. Ma pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adaş. İş bununla tüymeydi. Biz yakın el ağıydık o. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 son verme. 600 son. Ola adaş. Bu degen senin hakkın. Anlasam eli kıkımavaz senin aldığın tosup uruptu o. Kaç qimavaz? Eli bizden dükkan kirgen kımavaz çok. Voy, senin dükkanın qiliqi nasıl so'rab kelgan odammi? Del şu. Oo, makallarni. Ey, mush pulning dadi sarong'a nima degina? Voy, iset. Oo, voy, iset. Osman hoş emese. Madam. Ağzını çıngırak tutma. Eğer başkaları dep koysan saçlar bilip kalsa bizni aldaptı dep. Seni mi solaydı, meni mi solaydı? Uftolma. Hoş emse. Hoş. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men taxshlay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz oshqamaylik ana. Nimdoq sarangda gap qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni tavatman. Bo'lmas tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. U degan sizning og'ingiz tursa. Xudoyim tavba. Qandaq o'g'in bu. Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo. Ey Osman! Ey dangal! Dangal to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy demiş qancha to'xtasa nima? Voy to'xta! Ey Osman! To'xta nima? Voy nima ish qilsan ey? Ne yo'qoldi va? Adaş bu Osman bizi ko'zlab qochdigan bo'ldi. Uni qizab nima bo'lgandi? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuriydi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan adash? Beni qoqishimi kirgan odamning g'orga chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qolibdi deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jura, oyoqlarni izlab baqaylik. Hey, ana Osman! Voy. Voy.
Bundaq pulni oşu igijaqsiz tul xotindan xəşligini halal. To'xta! Saran, indaysa? Ha? Saran ne bu de? Kim saranken? Sen beni udunga! Saran, neymiş kursa? Kim saranken? Adel baba! Beni saran da odamsa deke? Beni burada baka! Kim saranken? Kim saranken? Duydun mu? Saran! Bakadım baka vurup beni! Bakadım baka vurup! Saran! Ya sen mi dokunun kırkatmayın demiş Saran ulan tavuk yürüyse. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kilipli beni vurup gitti! Saran! Uvağa bu etrafta pırsonuz pulunu şuturup koyuyor. Saran olup gitti. Bomuz yakşı opırttı. Hey Osman, quduqba o'yladik heyli kamagal xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul tepib optikan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmini sarankan-a u. Nima? Undaysa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nim bo'ldi? Ajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezitib tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelayjimi? Men ham og'rib turibdi, qarab turib saram olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Ağzınızı çakıp edip yakılınca mı? Ben paktaşken soyma emas. Osman ben. Osman'dan geldiğim ben. Ulan paktaş şu. Soymun dişiydi. Dangal taşmaydı. Ey. Ben çoğa yazık tıkkalarını ki var o. Kallarını sergitip Nervan'ı aramaları da git barma. Sizin şu tukum satmadınız. Oy. Bizim ödeyeceğim bir iştep paypak var. Sizgi top doğru geldi. Ey. Kişinin günü olsun bir gerek olsun. Bizimki birin hemen birey. Siz günü momiyaydığa okşamansiz. Choprisdan maşın to'xtag'an Bir günü chiqib qolaman. yüzünüz kaç kilo sirkeysiz. Ben bilen bilişirsiniz ki gündegiler kişilik koydu. O, ita qara so'ram. So'ram. Kim saran? Üzan saran. Şopristan.
O saran xotinni mashinani tushirib yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisvatidi. adaş, sen tormozunu tutup otasanmam da. Tormoz? Mashina tormozni tutib o'tirmayman. Adam baba! Bunu benim aldı ya! Ölüp da! Hey! Ben doktoracak beni! Hey! Ben doktoracak beni! Doktor kanı bozma! O şoförü harap etsin bunda! Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da otattınız. Hacep obdayak tiqib qo'yib ekansiz, ha? O pulni nima qilding? Nima qiladin? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qiladinsiz, ey? Balaga bir aqir kengechak oldim. Yani ushaqcha qarsan to'ladim. Un, guruch, may, haras sizning pulni ag'ilib ketgan uni berdim. Qog'ini mau kiyimdan oldim. Chiroyliqmiki? Toza obdan bo'ldi. Kichik quruq so'mkini ko'tarib yuraveramsan. Kichik asraq bir narsa olsangman da. Kichik sağda bir narsa olsamamdı bu. Ey ha, yotma Samatcan mı o? O şuka. Ey Samatcan aka. Hey! Samatcan. Ey Samat. Hey! Bak oldu qila. Chirg'in ona. Dövlekni halini dik. Ey do'konga xaridorning pulni dal mushka zapilib olgan. Nima? Nima? Nima deysa? Ey tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasab boyib ketdi. U bichora sarang'ib mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'zga ilib qo'ymasa. Bu bugun saqchiga deyman uni. Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi? Hey, sen Samatjon bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman so'zlab beray. Ha. Yo bir kuni o'g'lim, tushdi bir narsa sezib o'tasam uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmadim. Yaxshi o'tdi. Nima qilishmay qo'rqdim. Mayli yaxshi o'tdi. Yaxshi o'tdi. Qaranglar, xaltsika ekan bu. Xaltsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, aqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qalsika ekan. Yaqında men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asarni ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i marsh degan she'ri modernizmning tarmog'iga bo'lgan posternizmga mansub. Buni ko'rdingmi? Ha? Ha, ko'rdim. Bas. Bag'an siri dötlishib ketyapmanmi qandaq? Tushdik sutning o'rniga so'g'uq suv ichsam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zodi qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Tushunmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimini bilse? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demak to'g'ri degan. Bosh muharrir, sizningcha bu hikoya zoti qanday? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Bu dünyada rastçı insan buluş bekleyin. Haklı sözler aklı kara bilmeydiler. Nereye azet gelgendim o oynatmay neyre. Hem cayda daim dostunu oylaydılar. Nereye azet gelgendim o oynatmay neyre. Hem cayda daim dostunu
maqsanmu yera Tosar lekin oldingni daryo tog'daman Manzil ko'zlab istakda maqsanmu yera Tosar lekin oldingni daryo tog'daman Tuzar yaşlık gider hemmesi Kalar fakat dildi yangat arzu armanlar Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Aklı kara demeydiğen Nere yazet gelgendimu oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydiğen Nere yazet gelgendimu oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydiğen Düşen insan dertke muhtaç emez Amma durmuş kısmet dinar her kaçar Düşen insan dertke muhtaç emez Amma durmuş kısmet dinar her kaçar Mense gözlerini istekte maqsanmu yera Tosar lekin oldingni daryo tog'daman Mense gözlerini istekte maqsanmu yera Tosar lekin oldingni daryo tog'daman Gülmü tuzar yaşlık gider hemmesi Kalar fakat dildi yangat arzu armanlar Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Aldığını bir gün yememse ayarlarının rızkını yemem. Oturup tokudaki daha çok yedik. Ve sen bu kanı tokuku. Aslında bir
Turcun bari sekler gelsin. Qaranglar, sarang nima chiqib yurdi bu yerda? Qasimka nima ish qilyapsa? Pulumni izlayaptimi? Hey, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'rq. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina. Sen qiziq ekansan. Hey, pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'tkazib akatlasang bo'pti-ku. Bana menga juda. Qaranglar uni olibdi. Sarangni ish qilib borgandan keyin sen sarang. Qaranglar, uni derishkil o'xshab qolg'inni. Asli nihoyat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey! O mening mashinam! Ne gapirdi? Nima? Nima ishing zotdi? Siz meni tonimaysiz. Ammo men sizni erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voy, ishqilas. Ishtiganga o ishongili bo'lmaydi. Aras, men o mashinani akagandim. Ishonmasangiz, men sizni apiray. Bu yangicha zodi ishongili bo'lmaydi. Qap, bir o'zimni bir ko'z qilib qo'ymasa, Ularning hammasini saqchiq tutib beraylik. shunda qilaylik. Olsam degan bu sarangizni oldimay yoqqanda, har holda ehtiyot qilaylik. Undaqni qilmagan. Kopana. Kopana. Pul oynaymiz, ha? Rahatsız oynayalım. Kopana, kopana. Hey, qaranglar, o sarang Rasululloh o'pkis akaga o'xshamadi. O sen degandek sarang emaskan Juma. Mana keldi. Hey, piy bilan o'pkisda akagan bo'lsang, bu yerga kelib o'ta. Bo'la. Mana ma yisib. Mana ma o'pka. Mana ma piva. Voy, besh. Oli! Oyna! Oyna!
Acayip yaxşı bo'ldi. Acayip yaxşı bo'ldi. Oyna, oyna. La 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 la. Kim bo'lding? Naqmu shu. Hey, nimdab mashinam deb qaytsa? Hey, sen buni tanımsan, tanımamsan? Yo'q. Bu degan saram. Elimi yaxshi mashinangni bir yer so'qiratmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kim saran ki? Üzüm saran. Kızıvadı da. Kız endi çıktı. Qaranglar qizib qo'shay deb qoldi. Bunun yenisini görse deyme. Ya birbirine bakları götürüp basar mı savı? Vay vay adaş. Ya kırgına ahbura sürecek ötte. Uyun endi kızıydı değil mi? Ha. Ona sokaştırışta köye gideceğe. Osman ağayımızı çağırıp birinci çıkarıp kasap balonda değil mi? Samet mi yo'qolib ketdi? Osman mı qarisi ko'rsatmasa? Eng yaxshisi shu qora so'qishtirishni ko'raylik. Aroq ichib, yana o'tgan sochchi kirib qolmayli deyman. Ha, qo'yga qo'riq gapiringni. Bizning yoq ikimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Ha? Biz bilan birga aroq ichgan xaridor aslanib ketib demish. O'ylab baqa, shundagi Samet degidakmi yo'qoldi. Osmanni qilich ko'raydi. Hammasi shu aroqni kasabga adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Bolda qilgina adash. Hey. Sen mi bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang sarang bo'lib ketsa, pul degan ashnaq mehr yomon narsa va. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yantib o'ldiraylikcha. Mana. Ha? Hocam. Bu ne bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men san gapini qilib bergan yiliq sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Mal bir piyal soğuk çayını içseniz yaxshi bo'lib qolasiz. Soğuk çay içmeyme xotin. Soğuk çay degan soğuk suv yetmeydi. Oy. Soğuk suyun ziyonliq davassa, yana soğuk suv içemsiz. İçin amani. İçmeyme. Tazım bir sarandek gap qiladi ekansiz. Sarang. Yendim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Adam soğuk çay zo'lga uzan sarang. Bopda sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Oy, yenib kirgida men qo'rqima. Hey! Ha, qanday, ha? Hey! Çıktı. 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 Qo'ya, Yavaş bak. Hey! Men degan, Çıktı. men degan sarang. Yarayma. Ben Cüret. Dert kutusunda ciddi bir iş çıkıp kaldı. Siz girersen. Ha şu. Makul. Cimriyete. Ha. Bırak. Ha, gidin lan ha. Yer gidin lan. Yolu boş lan ha.
Oturun. Sen nereye gittin lan? Yolu boştun lan ha? Yolu boştun lan. Ha yolu boştun lan. Vay. Ma resimni alametsiz zaptı. Hey, bu resim kimsizdi? Hey. Sen nima adamsan? Ben Saran. Kim nima? Hey, ben aslı Saran. İşenimsançı, xotumda sorap bak. Doktorum şunda dedi. Hey, men Eronda çatak çıkınca xil olup kaldı. Xotunumda ufkudu bunu başkalar fakat bilmeydi o. Doktor şunda dedi mu? Hey! Ya ben seni donup kaldım. Sen Saran zot yok diyen ko. Bunu qanday qilsam bo'la? Hey, bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha? Sen urgan eliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunlar sana kengchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rostli so'rag'im bo'g'im yo'q qaram. Mushu Mirvondan sal chotoq chiqib qolganda qildi qaram. Bir so'rag'ning qo'rqinch chiroyi ko'z oldim o'lkas so'rag'da qilib qolmanlar qaram. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil, ha? Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Tugulak ikkisi yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Bag'ara dostum yaxshiladingmi? Bormi sen adasha? Voy sen nima ketding? Qagana qo'lingni. Bormi sen? Ha, yaxshisan. Salomat bo'lding vaqina. Anglasam seni saqchiq kirib qopti deydi rasman. Ha, gap qilma adash desam gap bakchiq. Samatchan qani. O dukkan ichyotidi. Sen ko'rmidingmi? Va uni dukkan nega g'oyib bo'ldi? Men faqat topolmadim-ku. Adash, bu sen bilan biz jam bo'ladigan u do'kon yo'q. Ha? Jira. Biz seni boshqa paraylar. Jira. Samet Tugulakning dukkani mana mushu. Oho, Alloh Yura, Kirmaychi. yura. Voy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz? Yaxshi turibmi? Baba, dukkanlarni alomat katta qilib olsa-jimi? Bu shinchilik qilib Mana qo'ydim. o'zingmi shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'lga silib olay, ha? Oho, alomat kutdijimi buni ichi? Yuringlar. Uning qo'li bo'shamag'idek. Bu yerda yarim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lisi yo'q o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bo'sh emasga, jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik. Assalomu alaykum. Qadra ahvoling yaxshimi? Eshikmi? Oylingilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rib baqamsiz keyin. Ma'qul. Kiring. Pahu. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chib olibsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin, birga Shu bo'lsin. 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo birsiz ko'tarib chiqib qo'yamdi? Bu qani, o'tiring. Baq. O, qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazva deysiz? Chimangul. Bir chini sovuq suv akirana qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Aralda yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomidla e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha bilasini o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomida e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qiganini ko'rsam, shuni o'z kifoya. Qizil yüzlüm yarim ey avat bilene Voy, bu yerlar nimandaq tutuq? qini ko'zning kattiqdan bu ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsani haliga vaqmay aynak taqib olganini edamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, gandin tatib olinglar desingiz, voy, nech pul bersa, u texi men nima ko'ryapti deb xop bo'ladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamdan siyos tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaverimizdan. U chog'da qalamga siyos xizmat desingiz, qalliq kelgan gap qech ketdi. Bu yilqi ilhom qochdi deganimiz shuma? Mush tükürük doğursun bir narsa yazayım gideyim. Eğer yesipli kalsam çokum sizga ip kelme. Nima? Endi mush tükürük to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Voy, nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Eğer yozdigan bo'lsak-chu, mush dehqonlarni ketman chapganda-chu, qarang, qo'liga tükürib turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepinching tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü, qarang. Sozandilar tutatan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'nglar beshimizga tükürib saqayib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar hizb qasam siz cho'qib kelma. Hey. Bu yil xotanda paxtning bahsi bir xil tushib ketdi, angladingizmi? Siz ham xotingizni bilib tepamaysiz? Bu odashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlab qonun norma yoqadak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda konki vog'lab ish qilib deydi-ku. Buni da aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushuntirib bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomidla e'lon qilavering. Matbuot yuzida ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomida e'lon qilay. Taqtuq yaqinmagandimi?
Dedim-ku, zaman o'zgaryapti deb. Havarayım o'zgaryapti qarang. 6-oyda qayoqqa qirmamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, Ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'yadi. Osman, at degani nega maqdingiz oy? Voy, nimada ansiz xotini buni? Qo'ya, Samatjonning dukuni qilib, balla bilan birdan bilim deb o'tirmiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdim, danga. Xotin qilga action ish aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'ilib ketamsan-ka? Ish menga sara. Aras, kech qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Men qanaqa? $500. Geçtim. Keçtim. Ben mi keçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çö. 500 ni aldım. $500. Geçtim. On manım aldım. Geçtim. Çekindim. Yigirma köydüm. Ranlık. Mani görüp bak. İşte. Gelemez mi? Kadırak. Ağayınlar. Yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha? Ha, oldu kılaylı, oldu kılaylı. Sen hemen kaysa, et görüşüne. Mahma. Otursan o, mamam sen. Madın ama. Kasım Şopur'a Ahmet tazı geldi de şu an esma. Kasım geldi bir Ahmet geldi de esma. Kasımka bugün Ahmet'ten taz geldi cuma. Bana çotap oturmadı ha. Sizler çoğu ben kutlanmayın ha. Bana az olsun sen Serpay. Bu senin. Bu sana çıktı pardon. Bakalım sen. Hadi başına. Ağinler. Ezme içtim ha. Hoca. Osman adaş. Ala bunu. Davamlık işimiz. Manda işkiyiz kızık yap bile içmelisin ha. Gazi adaş, kızık yap deganni, Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim efsane? Ara seni. Ey kangal, hele bakasını arakçılap baygın etimiz cuma.
Onda ikki qiz afsona loyib ketadigan, onda yumshoqdan gal yo'q. Bu şahsen keldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni podshoning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idek bo'lsa, saroyning 4 dimg'aliq soat esiqliq to'g'idek. Bu soatning birsi asta, birsi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani olamdagi har bir er kishiga qarata esilgan soatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa, shuning soati tiz aylindi debdi. Ya bu yumurmi, hikoyami? Shuning bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amsi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdi-kan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib borib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Birga qolamiz. Voy yenkam. Ey bola, o'tgan duogo. Bir to'yda bir cho'ka bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig-lig-lig-lig'lab turdigan emasmi? Bir haftacha shu cho'kani tushirdi chiqibdiman. Kecha tushum buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi-da? Ala. Xo'sh. Xo'sh. Hey. Ma bir men buga ishni uqtolama, men buga vaqani aldingmi? Nima ishni? Sanatni aldingmi? Yo'q. Bir ustol bu usulib uyg'ilib ketdimi? Xuddi dangadek chechilib ketibdi-da. Tapmaydigan gap yo'q-da bu sanani. Hozir chet elda bor-ku. Choshni tushirib o'tib, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, seni beshak tayyorgandagi burtoni budir qilib chatalik qilyapsan. Geldi. Bana adamın dişini geldi. Ya seni. Dememe, bir şey saklamaya. Assalomu alaykum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yo'qdi. Turca. Taza beyz qilibsizlar-da. Keling. Qani, birga o'tiraylik. Qani. Teshikmi? Ahvolingni yaxshi. Mushu nasıl oldu degan nimani vaqo iznimiga yerim qolmadi. Bizning malda bir qir odam bosdi. Shu og'ish chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'anda qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Onun ustiga nasval chekadiganlar ozlab ketgachga yasaydiganlarning tayini yo'q. Manga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, uni kelmaydigan bo'lib ketdi. Man qarang, birer rom ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ichib qo'yay. Xo'sh. Xo'sh. Bele. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Moshundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'ydik. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Bayatınkı sizning hurmatingiz. Endi mau sizning naq növtüngiz. Qani buni bir ichib qo'ying, ha? Yine. Hozircha uning burg'ini o'zgartirib kerak emas. Uning dukkini o'zgartirib desak, mijozim o'zgarib ketibdi.
Gördünlermi ağinler? Bugün azraqlı pul tepip, adam tanımasa qaptı. Hey, tapqanini o'dinaq yutib ekitelemdi. Ay haldigine. Amne bir yaman xotini qo'li qalıdı şu. Ey, mal dünya qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Ha qancha olsa mı? Semeçen sarang emas da. Ey, mush bir ondan og'inimizning bizga mushundaq muomala qilg'ini qaraganda ayb uni sat emas-ku. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib ağinlar bir yantib o'ltiraylik jo. Bugün mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Qangish bir ishlayli. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik. Nim qilvatsiz? Voy, nim qilvatsiz davatdi men. Voy Xudoyim, o'lim ichini qilvatgan nim qilg'imdi bu. Tova Xudoyim, qilgan ishni yana saralg'i tutdim nima buniki? So'kkamniki? Aka so'kkamni. Mana. Ichini qilvatgan men. Hey, meni arqar so'kam pullarni men mayotqalarni arsiq qilmoqdim. Sen ilvaqsa. Keşke pul ne deydi ekansiz? Pulning dardida nervingizda atishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni deb be. Hey! Bo'g'ib men seni, bo'g'ib qo'yman. Pulni deb be. Pulni deb be deyman. Bo'g'ib men seni, bo'g'ib qo'yman. Pulni qani? Voy Sara! Bekçik bu demasmi? Bo'ldi qilib. Endi har qancha qisqasini o'rniq kelmaydi. Shu haraq degan nejisni ichmagan bo'lsangiz, mush ish yo'q. Sen rasli o pullarni olmadingmi? Saralıngiz tutdimi? Qora oqarmas, sarang saqaymas degan. Rost gapganda. Sen yani beni sarağında atsan! Hocam! To'xta! Ammo bu kadar bir koy! İlhan'ın eşip kemeden İlhan'ın rastı çatak çıkın değil mi?
Osman! Voy. Voy Sametmisan? Voy. Voy qanday jinim ag'inam avalim. Qanday ahvoling? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, Bo'lmasa, ahvoling yaxshimi? ko'rinmaysan bu, Salomatchilik ha? yaxshimi? Voy teshishmadash. Tishlar, Voy tishlar. qaysi shamanlar uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening ko'ngli ilpdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? yaxshi. Jujra Viktor Pravosay. Qara. Voy mehmon keldi. Ha mana. Jujra adash uy kiraylik. Oy, Ah. kechikma. Qanday ahvolingiz? Obdan turdingizmi? Yaxshi. Qana. Valla uy ichi tezlikda. Teshliq. Men mo sizlarni yo yo'qlab kelammidim, ha? Choy iling. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Men chiqishim qaraman. Choy ichgacha o'tiringlar. Ha, adash, ahvoling yaxshimi? Teshliq. Osman. Sizlar dukkanga nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgansa, o'zimiz so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'shig'imizda nima gap bor deysa adash. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Shu chog'da u so'mkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding. Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi, demakchi sizlar? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi, gapingni birsini tushunmadim juma. To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatima. Shu chog'da u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Qarasam, uning so'mkisi sening putingning yenidil qilib qopti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q juma. U chog'da so'mkining ichida nima borligini senmi bilmayding, menmi bilmaydim. Shunaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysan? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu Pompeo turgan so'mkining ichida nim bordi deb bakla qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi bor, qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. O'tdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zirikmay yozib chiqibdi. Haqchan u o'ylanmay yurgan bir boytaqning g'ayishdigina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'lab etkili tosliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak. Biz xeyli uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kirib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Mastmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsa, bu chiqib turgan dukkanda qo'ymay uyga olib ketay dedim. Tova, asli ish mundaq ekan-da. Mana, ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Keyin qanday qilding? Iliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning puli bitti. Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, utib olgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmag'ach, menga yo'liq turgan.
Hey, bu sırrını menden başka sen bilsen. Başka adamga demeyeceksen. Xudoya tova. Ey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu adamı gerçekten bilmeydiğin adam emas, Osman. Elik pullarını hazırca dükkanımı desmi qilib turdim. Foydasi olsa tan ko'ramiz. Hazırca az bo'lsin-mu, mavu 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin. Ha? Ola. Ola. Yo'q. Ma pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. Ish bunun bilan tugamaydi. Biz yaqin aloqamiz bor. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 son verme. Ha? 600 son. Allah adaş. Bu degen senin hakkın. Anlasam eli kıkımavaz senin aldığını tosup urup dugu. Kaç qilmavaz? Eli bizning dükkan kirgen kımavaz çok. Voy, sening dukkaning qiliqi nosvoy so'rab kelgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallabni. Ey, mush pulning dadi sarong'an nima degina? Voy, iset. Oo, voy, iset. Osman, hoş emese. Ma'lumada. Ha. Ağzını çıngırak tutma. Eğer başkaları dep koysan saçlar bilip kalsa bizni aldaptı dep. Seni mi solaydı, beni mi solaydı? Uftalma. Hoş emse. Hoş. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men sizlarga tamoq yeb beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversang, keyin o'zimiz oshqamaylik. Nimdoq sarangda kep qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq yeb berib sarang bo'lib qolmadim. U degan sizning og'ingiz tursa. Xudoyim tavba. Qandaq o'g'ini bu. Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo. Ha? Ey Osman! Ey dangal! Ey dangal! Ey dangal to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! To'xta! Ey Osman! To'xta deymi? Voy, nima ish qilyapsan, ey? Ne yo'qoldi va? Adaş bu Osman bizi ko'zlab qochdigan bo'ldi. Uni qizab men bo'lganda. Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuradi va? Samat o'zgardi. Osmonmi o'zgarsa, bu zot qanday qolib ketgan adaş? Meni qo'shimga kirgan odamning orqa chatoqmi nima? Shundan keyin shu odamni sarang bo'lib qopti deb anladim. Samatmi o'zgarsa, Osmonmi o'zgarsa, bugun sen bilmandimi chatoq chiqmasa? Yo'q gapni qilmag'ina. Jura, oyoqlarni izlab baqaylik. Yanga. Bale. Qana, qo'sha. Bir kuygan to'nish, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanishib qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, aytma. Aytering, naqshvasi olmaymiz jimi?
Kapkara koy köz, közlügüm. Cinim pida bulsun ey sana. Cinim ey pida. Cinim pida bulsun ey vay ay sana. Cinidin keşken ey satayınlar ey aşina. Koşa. Aşina bulsun ey sana ey vay. Yasin'in ade derdin vay aman. Rahmetli bu alamet peyziniz varken bu eline eşittin ha. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vah. Ben mındaqlı etip koydum. Tazı tigiş kılıdığan bolsam, men degen nakışçılarını katlaplı koyman. Hazırgo iki kız kaldırlaydık Allah özünü men nakışçı dep aldığan boldu. Nakışı degenli bağı. Abdüveli Carlı Ayıp'dek. Davutcan Nasır'dek. Madem mendek etmem de kandak dedi. Ağinler. Mao dükkanını işidin takap koyup aram huda bir otlanmaylı mı? Sakı. Men edep küçük kire. Edep. Babda çık girem. Edep gerek yok. Asırak. Avayla. Üzem çıkma. Oltre. Men edep. Siz gideyim de çıkıyorum. Gerek yok. Kep içim aldı eken. Kasabet nakşini hali yaman emas edi diken ha. Lekin kaçtı ha. Endi kim? Ne kaçıdı? Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Acep işitmesin kalma. Rahdi gel bu koyunu ismeyle değme. Yanış kalma. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde maxsus xotun yoqlarga xotun, eri yoqlarga er bop berdigan bir kesip ronaq tetidek. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'ltiramish.
Mushkindo'g'o, hamma narsa ta'tir ag'inilar. Ilgari saqal burut deganda, mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. Ha, to'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlarga kuchib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Rost aytsa. Qaranglar, chet elda bir galostuk chiqibdi dek. Uni taqab yotgan odam faqat xo'raklatmaymiz. Voy, qo'poy. Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Ey, mush hozir chet elda bor. Voy, bolalar, chatal qo'ya, chatallarni. Ag'inilar. Bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ag'inimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andir. Ag'insi yo'liq qoldim-ki. Ey ag'inilar. U zodi masmu yoki saqmo? Ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush do'kon qilib maskirib tikava. Qachon mav aroqni ichishdan qo'rqib tikevatganda. Ya. O kayıpçilik bir yer yıkılıp kalgan gap. Onun oturuqda kaçıdığandek emas. Ey, ag'inlar. Soatmi bir yerga berib qopdi. Ne çöptü? Maraq peshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli. Shunaqamda. Ketdi. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tadi. Qaytdi. Ya, maqsudlar kuch. Samet Nügülek. Samet Çakır'a. Dükkanını takıp mağmamız bizimle. Ey ag'inilar, sizlar avval mang'ashtiringlar. Men ma dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Aynen dügülek. Astra. Ma'qul, xo'sh. Hozir deydilar. Mağdak. İş qilgan narsa ne etmas.
Acep bir taraqishni paydab ketding, motorini saqchi. Ey, qisqa o'tira. Qisqa taraqishga jim o'tiryapman-ku. Menda qissamaydiganlar bor-ku. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Ey, mana oyoq berib o'lta. Seni uydan keldimi? Ha. Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolalarimning oldidan bu yerga meni haydab keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Men ko'zimni ochsam soqchi motosida o'tirman. Kechasi motoga chiqsa quloq meni yeyapti ketayotgan qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Tuhmatni. Voy, biz qaysi xaridorning pulini yeyapti-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan gap turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi o pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib haraq ishganlik gunohimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xiyol ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi? shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin onda paranglashak. nima ish qildi? Biz Qanday degan gap bu? Ozgina shumash. Hey, sen nima qilding odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Shopur. Uncha ular ko'p pulni nerdan olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? u pullarni tijorat qilib terisi etib topgandim. Bugun mas'ul qopti ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmoqchikansan-da, ha? yo'q. Mening herkes undaq niyetim yo'q.
Sizga desam, meni o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlayli deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qora to'klardan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketdim. Zodi tanımagan odam deganni so'rini hargiz topmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? O'g'ri degan o'g'rining bizni soqchiga so'rdirdi. Bunun do'koniga tushirib qilsak. Shu emasmi? Ey, agar u seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qora to'klardan qanday qutuldik? Shu emasmi? Yelim omon eson qilib chiqdik. Xudo Ya dügülek. Qanday qo'y? Ha, Osman. Marab tuqish uy qilsamamda. Ha, bo'ldi. Men mayoq o'tib ketayotgansin, barmi? Adas, menga o'tirdi. Ha, bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Ha? Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni soqchilar izlamagandu. Nima izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman, Anvar g'ozilar teshibdi. Ya yaxshi o'g'lim, necha kun bo'ldi seni ko'mir deb yurdi-ku. Dan so'rab baxtim. Xo'shamisa?
Qasim! Nima qilyapsiz? Hey! Hey! Nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unda qilmang. Qo'yver. Nima qilganingiz bu? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishqa bundoq qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi, aytdingizmi? Undoq sarangli qilmang, Qasim. Sarangli qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pulimni tepma. Pulning dardini sarang bo'lsiz. Qilib qilsin sarang bo'lsiz. To'xta! Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning dardini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Ise. Qachonliq qarsak taqaq turdi uning do'kkini. Chiqqan yo'lda so'zsiz yo'qolib ketdi-ku. Jira osmonni izlab baqili. Assalomu alaykum adash. Xudo oling yaxshimi? Bormisan? Nega mo'dam? Shu nagmangatim sizlarni izlab maqdim. Keloldi tepishamidik. Samarqandga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamdi. Suyak hozir berib keldik, do'kkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga chiqatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-ku. Shuni deyman bu. Ey, bu yerda talishib turguncha ma'lisi yurib taqmayman. Jiringlar shunday qilaylik. Bu birat mishkalik bo'lib qolmaganda yana. Hey, u degan so'roq chopsa qocha. Meni bekorni deb ko'rsataymi? Mana sana. Beshing neydigan juvoy demek, tazım uruptu-da sizni. Oran qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudoyim saqlabdi. Og'ir vatamda. O chekam. Sizning o sarangga esi sürüch qasdingiz olmamdi. Nimdep esi sürgensiz o sarangga? Onun saralығы men edim bilme. Köp gündüz adam urganda qarganda qeyip qizil sarangni o'xshaydi u. Yamanca qurbatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasangiz yaxshi qolasiz. Doktorga gapiraymi? Ya bo'ldi birdam aramay olay. Jiringa bo'lmasa oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy ben. Beshim.
Bana tez boz mu? Sonkini ağzına apır beramsizlar. Yok, sabır bere. Yok. Sancho, sabır bere. Ama qo'l. Ben somkini ola. Şoldu. Vay. Voy, ne bo'ldi? Ne bo'ldi, Osmon? Keling, o'tiring. Sizning kesalingiz odatiy kasal emas, Osmon. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Ben saptaq tursam, Mironda qanday chatashqidi meni. Qarang, begadimika qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyib urayotgandan keyin Mironda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. o'xshaydi. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Yo'q, jo'nima. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman.
Kesel köstemsiz? Ha, üzemni bir tekshirib bakay degandim. İsminiz nima? Osman, Necha yaş? 45 yaş. Nerede ishlaysiz? Aa. Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nimani so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Voy. Avval nerede ishlaydiganligimni so'rab elib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men mandaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchiman. Mushum davolash oldimi? Voy sizdek doktor ko'rmayman. Uy sara. Ne? Men burası sarangma? Sara. Rost sara. Hey, yaqqimsam, teximini sarang deb tilovatida. Hey, doktor deb ayab qo'ydim. Bo'lmasa quloq dugi salatdim. Sizim doktorga ko'rinib borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdil, yenib kelsangiz o'manda, ha? Sizim tasmin bir saran ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy mening narim sarangka. Voy men odat saq odamlarni saqtusan? Voy doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang o'manda. Bu dünyada rastçıl insan buluş belki